Farzandlarimizdan ogoh bo'laylik. Buxoroda 17 yoshli qiz o'zini 8-qavatdan tashlamoqchi bo'ldi. Buxoro viloyatining Buxoro shahrida 8-qavatdan o'zini tashlamoqchi bo'lgan qiz qutqarib qolindi. Bu haqda Millar xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Buxoro shahrida 2009-yilda tug'ilgan qiz ko'p qavatli uy tomidan o'zini tashlashga uringan. Voqea joyida bo'lgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimi qiz o'zini tashlamoqchi bo'lganini ko'rib, zudlik bilan uni qutqarishga kirishgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimi qiz turgan ko'p qavatli uyning tomiga chiqqan va uni ortga qaytarib hayotini saqlab qolgan. Qayd etilishicha, 17 yoshli qiz o'sha paytda juda ham tushkun holatda bo'lgan. Uni qutqarib qolgan favqulodda vaziyatlar vaziri xodimi harbiy psixolog mutaxassisligiga ega bo'lgan. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi g'avvoslari kanalda cho'kayotgan odamni qutqarib qolgan edi.